Do'stlar, bugungi video obzorimizda yozgi dashni stol stullardan tashqari bolalarimiz uchun, yosh bolalar uchun detskiy manejlarni rangli varianti hamda rangsiz variantlarini ham ko'rib chiqamiz. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, yosh bolalarga shunaqa bir qavatlik manejlarni ham xudo xolasa bugungi video obzorimizda ko'rsatib o'tamiz. Bundan tashqari mana arzonroq variantda ishlab chiqarilgan detskiy manejlar ham bor. Dashni stol stullarimizni kattaroq razmer so'raganlarga ham bor. Xudo xolasa bugungi video obzorimiz do'stlar juda ham qiziq bo'ladi. Undan tashqari yangiligimiz bor. Ko'ryapsizlar, detskiy kacheli. Ustakalarimizdan yangilik o'tdi. Xudo xolasa buni ham video davomida ko'rsatib o'tamiz. Agar sizlarga videomiz yoqsa, qiziq bo'lsa, o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar. Bugun xudo xolasa sizlar uchun juda ham chiroyli holatda video obzor qilib beramiz. Do'stlar, biz video obzorimizni boshladik. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari hamda Mebelchi kanalimizning hurmatli obunachilari. Sizlar bilan men har doimgidek boshlovchingiz Maqsudbek Mamatkarim. Sizlar bilan yaqin daqiqa ichida yana birgaman. Sizlar so'radinglar, biz yetib keldik. Do'stlar, bugun Andijon viloyati Jahon bozoriga yetib kelganmiz. Bu joyda bahor kelib, dashni stol stullarimiz ham sezoni boshlandi. Bugun xudo xolasa birinchi qo'l ustadan optim narxlarda, juda ham arzon narxlarda ham sifatli ishlab chiqarilgan dashni stol stullar hamda detskiy manejlar va karavotlarni ham xudo xolasa sizlar uchun obzor qilib beramiz. Agar sizlarga yoqsa, ma'qul kelsa, ustoning ishlariga bitta like bosib qo'yasizlar hamda kanalimizga obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsanglar, bizning kanalga ham obuna bo'lib qo'yishni tavsiya qilamiz. Video agar sizlarga ma'qul kelib yoqadigan bo'lsa, ekranga ustoning telefon raqamlarini yozib qo'yaman. Bemalol o'ziga telefon qilib buyurtma bersanglar ham bo'ladi. Biz video obzorimizni boshladik. Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi video obzorimizni boshladik. Usta Muhammad Umar charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Charchamasdan. Qalay savdolar yaxshimi? Qilyaptim. Hop, Muhammad Umar o'z birinchi qo'l ustasiz. O'z shu mahsulotlarni ishlab chiqarasiz. O'zimiz bilan. Xudo xolasa ishlaringizni sifati hamma yo'g'i nihoyatda chiroyli, bizga ma'qul keldi. Bemalol obunachilarga tavsiya qilsak bo'ladi. Obzorimizni boshlashdan oldin dastlabki xizmatlari va sex adresini aytib qo'ysangiz, keyin video obzorimizni boshlasak bo'laveradi. Andijon tumani Zreli mosti. Vankamat ko'chada. Vankamat ko'chadan kiriladi. Ko'chadan kiriladi. Kelmoqchi bo'lganlarga shu ustaning nomerini ekranga yozib qo'yaman. Lokatsiya tashlab beradi, sexiga borib ko'rsanglar ham bo'ladi. Yetkazib berish xizmatlarichi Andijon shahri bo'yicha bepul. Qolgan viloyatlarga, tumanlarga kelishamiz. Dastlabki butun O'zbekiston bo'ylab bor. Dastlabki bor butun O'zbekiston. Usta, keling birinchi shu komplektimizdan boshlasak. Buni razmerlari qanaqa materialdan yasalgan va narxi necha pul? Bu 100% sasna material ishlatamiz. Bu 1.5 ga bu yoqqa 80 bo'ladi xona. Xona razmeri. Ha, xona razmeri. Stuliki ham 1.5, xonani ham uzuni 1.5. 2.5 ga 3 metr joy egallaydi. 2.5 3 metr joyga tushadi. Xo'p, tushunarli. Sasna yog'ochni ham xudo xolasa juda ham haligi go'zalidan, butog'i kamidan foydalanibsiz. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Xo'p, bu yog'och quruq yog'och-a? Quruq yog'och. Yog'och ustidan lak berilgan, xudo xolasa. Lak yurin to'pga beriladi. Bemalol misol uchun yuvib foydalansa ham bo'ladi, lancha-munchaga bu hech narsa bo'lmaydi. Yomg'irga ham chidamli. Yog'g'archilikka ham chidaveradi aka. Buni narxini necha pulga beramiz usta? Muhammad? Bu 2 milliondan qilib beramiz aka. Agar Andijon shahar bo'yicha dastlabkasi bepul aka. Boshqa viloyatlarga kelishamiz. 2 million so'mga azizlar Andijon shahariga dastlabkasini bepul qilib beramiz deyapti. Endi boshqa viloyatlarga xudo xolasa dastlabki xizmatlari bor. Iloji boricha arzonroq mashinadan topib chiqarishib beradi. Hop, yaxshi, keyingisiga o'tsak, buni ham razmerlari razmeri bir xil, ashash. Razmeri bir xil, narxi 2 million so'm. 2 million. Endi Muhammad Umar kattaroq razmer so'raganlarga ham kattaroq razmerlaringiz bormi? Bor aka. Bo'ldi, uni ham ko'rsatamiz bo'lmasa. Azizlar, mana kattaroq razmer so'raganlarga ham ustani kattaroq razmerda ishlab chiqarilgan dashni stol stullari bor. Muhammad Umar buni razmerlarini aytib o'tsangiz, uka nechiga necha qanaqa? Buni bo'yi bir xil bo'ladi. 1.5 ga 1.5. Hamma xona ham, kreslolari ham. Eniga bu 92. Bunisi bitta anaqa qo'shilgan slipga. Hozir kengroq. Xona razmeri uzunligi bir xil, lekin eniga endi. Keyin stulini o'tiradigan sideniyasi kengroq ishlangan. Xudo xolasa komplektda ikkala tomon, narigi tomonda turgan
Kreslolar Bir xil. bittasi bu tomonga o'rnaydi. Shunda hozir necha kishi bemalol joylashsa bo'ladi bunga? 8 kishi joylashsa bo'ladi 8 bemalol. kishisiga o'radi. Endi aytaylik, biz oilada 12 kishimiz yoki 14 kishimiz desa, shularni ham kattaroq razmerda qilib berish imkoniyatlari bor. Bor. Misol uchun bemalol chiqarib bersangiz bo'ladi. Chiqarib Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Endi buni misol uchun boshqa viloyatlarga chiqarayotganda upakovka qilinadi Upakovka albatta. qilinadi. Falgiga o'rab, chiroyli qilib chiqarib beriladi. Shilinmasligi uchun, sinmasligi uchun qo'ldan kelgan imkoniyatlar qilib beriladi. Xo'p, yaxshi. Xudo xolasa do'stlar, ko'rib turasizlar. Ustani ishiga bitta baho berasizlar. Sifati hamma yo'g'i joyida ishlangan. Bemalol olsanglar bo'ladi. Endi usta buni narxini biz obunachilarga necha pulga berasiz? Obunachilaringiz uchun aka 2 million 150 dan qilib beramiz. 2 million 150 ming so'mdan sexdan upakovka bo'lib chiqish narxi shu narxda bo'ladi. Endi agar Jahon bozoriga kelib, so'ra misol uchun kelishib qolsa ham, xudo xolasa shu narxda chiqarib berasiz. Chiqarib beramiz. 2 million 150 ming so'mda. Endi buni narxi 2 milliondan 150 ming so'm qimmat bo'lishiga sabab onda razmeri kattaroq bo'lgan, sideniyasi kattaroq ishlangan. Shuni hisobiga agar bu rangli variant ekan bu. Rangli var. Buni rangsiz variantini ham qilib bersangiz bo'ladi. Qilib bersa Boshida ko'rsatgan oppoq qilib chiroyli qilib ishlasa bo'ladi. bo'ladi. Hop, bunisini ham razmerlari shunisi bilan bir xil ishlangan mana azizlar. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Xudo xolasa ishlash sifati yaxshi. Endi xudo xolasa usta bilan detskiy manejlarni ko'rsatib o'tamiz. Azizlar mana yosh bolalarimiz uchun usta o'ylab topibdi detskiy manej. Hop, muhammadu bor buni razmerlari, yog'ochlari nimadan yasalgan, qanday bo'lgan? Buru 15 ga Aha. 60. Buni 15-60. Hop, Bo'yi 70. bo'yi 70. Bitta bolish joylashgan, tagida chiroyli qilib ishlab qo'yibdi usta. Hop, tagi temirda qilingan bu. Tagi temir. Hop. To'g'risi juda ham ajoyib narsa bo'ldi. Menga juda ham ma'qul keldi. To'g'risi yangilik narsa bo'ldi do'stlar. Bemalol o'zingizlarda farzandinglar uchun bemalol ustaga gap telefon qilib olsanglar bo'ladi. Usta endi buni narxini necha pul chiqarib beramiz endi? 1 million 400 mingdan beramiz. 1 million 400 ming so'mdan xuddi shu holatda chiqadi. Shu holatda chiqadi. Buni yumalagi ham bor aka. Bu to'ri burchagi yumalagini ham qilib beraveramiz. Ha, to'rt burchak bilan xohlasa yumaloq Yumalog'ini chiqarib berish imkoniyatlari bor. Do'stlar mana ko'ryapsizlar. Shu joyda temir bilan ishlangan mana shu holatda bemalol yengil holatda tebratib yosh bolalarni uxlatsa bo'ladi. Usta gap yo'q. Menga juda ham yoqdi. Xudo xolasa 1 million 400 ming so'mdan chiqarib beradi ekan. Misol uchun menga bu rang emas, boshqacha rang desa ham qilib berish imkoniyati bor. Rang o'zgarsa, narx o'zgarmaydi. Yo'q. Gap yo'q. Ketdik, dalshi. Azizlar endi detskiy manejlarimizga ham yetib keldik. Ushbu usta xuddi shu ishlarni ham, detskiy manejlarni ham o'zi ishlab chiqaradi. Bu joyda hozir 2 qavatli qilingan, xohlovchilarga 1 qavatli, xohlovchilarga xuddi shu holatda 2 qavatli qilib ham chiqarib berish imkoniyatlari bor ekan. Usta endi buni razmerlari, yog'ochi narxlari bilan tanishtirib o'tsangiz. Xuddi shuni razmeri 185 ga 80 bo'ladi endi. Keyin bo'yi 170 bo'ladi. Bo'yi 170. Razmeri katta. 100% sasna. Yog'och 100% sasna. Yog'och 100% sasna. Bu joyda mana zinalari qo'yilibdi. Xudo xolasa chiroyli ishlanibdi. Yog'ochda ham o'ta go'zal yog'och ishlatilibdi. Sababi butarga yo'q ekan, pashti umuman. Yog'ochda ham nihoyatda sifatlisidan foydalanishibdi. Muhammadu bor buni narxi necha pul ekan? Buni narxi 2 million 150 ming. 2 million 150 ming shu turishi. Buni menga ikkinchi qavat kerak emas, pasini o'zi yetadi desa, narxi necha pulga chiqadi unda? Teng bo'linadi. 2 ga teng bo'linadi. 2 ga bo'linadi. 2 million 100 ming bo'lsa, 1 million 150 mingdan to'g'ri keladi. Bu gap yo'q. Keyingi detskiy manejimizga o'tadigan bo'lsak, do'stlar, buni ham razmerlari bir xil ekan, faqat fasonida farqi bor ekan. Bu tomondagi bilan buni shu gullarida ozgina farqi bor ekan, lekin narxi buniki ham 2 million 100 ming. Xo'p, gap so'z yo'q. Xo'p, endi sal kichikroq razmer so'raganlarga usta buni ham razmerlarini tushuntirib o'tsangiz. Uzuni, bo'yi ham yo'g'i bir xil, eniga kichkinasi. Eniga kichikroq xolos faqat. Ha. Eni necha buni? Eni 70 buniga. Eni 70.
Eniyeti 1.85 ga 70, 1.70 bo'yi, Aha. eniga 70. Xo'p, razmerlarni aytib o'tdik. Usta buni narxi necha chiqadi endi? 1.900.000 chiqarib beramiz aka. 1.900.000 so'mga shu holatda to'g'ri Shu holat. keladi. Endi buni rangli varianti, xohlovchilarga rangsiz varianti ham bor mana. Buni ham ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Buni ham narxi 1.900.000 so'm. Usta bunga qo'shimcha ravishda bir tortmalar qo'shsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Yo'q, mana shu tortmalari o'ziga Bu yetarli. yog'ochligiga uni imkoniyati yo'q. Gap yo'q, lekin mana shu turishda 1.900.000 so'mga olsanglar bo'ladi. Xudo xolasa, ishchi sifatlari yaxshi. Endi xohlovchilarga do'stlar mana shunaqa variantda ishlangani ham bor. Usta buni razmerlari nechiga necha ishlangan? Biri 10 ga 70. Buni 10 ga 70. 100% sasni yog'och. Sasna. Narxi nechi bu? Narxi 800.000 ga beramiz. 800.000 so'm. Razmer katta kichiraveradi. Ha, razmer katta. Narxida farq qiladi lekin. Narxida farq qiladi. Xohlovchilarga rangli variantini ham chiqarib berishingiz mumkin. Gap so'z yo'q. Tagi MDF ishlanadi-da buniki. Xo'p, gap so'z yo'q do'stlar, mana bu o'zingizlar guvoh bo'ldinglar bugun. Qo'limizdan kelgancha sizlarga dachniy stol-stullar, detskiy manejlar, yangiliklarni ham ko'rsatib o'tdik. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bugungi videomizni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.